Bu video komfortni sevadiganlar uchun hosalaga Li9 skuterini alohida obzorini qilib beraman. Bundan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Gero skuteri ko'pchilik biladi, Armada bilan samesni ishlab chiqarilgan eng yumshoq skuterlardan bittasi. Xo'p, 6 ta akkumulyator, maksimalniy tezligi 25. Bunga umuman prava davlat raqami shart emas. Keyin bitta to'liq zaryadkada 100 kilometr masofani bosib o'tadi. Xo'p, kitobida 150 kilo yozilgan, lekin buni biz 250 kilo, 300 kilo yuklab sinab ko'rganmiz, chunki amortizatorlari o'ta ham yumshoq, o'ta ham chidamli, 2 kishiga mo'ljallangan. Xo'p, tormozlari trosli bo'ladi. Ancha baquvvat tormozlari ham. Xo'p, bu yerda boshqarish uchun, boshqarib ketadigan odam uchun oyoq qo'yish uchun noshkasi bor, orqasida ham noshka bor, ko'tarib qo'ysa bo'ladi, bokovoy noshkasi ham bor. Xo'p. Masofadan boshqarish uchun mejigari bor. Ikkitadan kalit, ikkitadan mejigar. Elektronik tablo, 3 ta скорость. Дальний, ближний, поворот, signal setkasi ham mana ancha qalin. Xo'p, skuterimizni ko'pchilik biladi. Yoritishi ham o'ta chotki, mana faralari ham lupali. Buni ham har xil rasvetkalari bor. Xudo xolasa, mana hamma yog'i mo'shni ishlaydi. 6 ta akkumulyator. Xudo xolasa, mana o'ta ham zo'r skuter. Bunimiz narxi hop, bo'ladigan narxini $480 Armada Motorsni hamma filiallaridan xarid qilsanglar bo'ladi. $480. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini ham qilib beramiz. Kimga shunaqa skuterlar kerak bo'lsa, pastda raqam qoldirib qo'yganmiz, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bundan tashqari bizda skuterlar uchun ehtiyot qismlar va aksessuarlar ham bor. Pastda raqam qoldirib qo'yganmiz, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Eng asosiysi bularga prava shart emas.